Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 27, 28 hamda 29 avgust kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangilardan bo'lsangiz, iltimos ushbu videoni oxirigacha ko'ring, like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Bunaqa mahsulotlarning ko'pini ko'rganman deysizmi? Vulkan ishonchingizni to'liq oqlaydi. Erkaklar nima uchun aynan vulkanni tanlamoqda? Prostata bezi shamollashi va adennomasi alomatlarini bartaraf etishga yordam beradi. Peshob chiqarishdagi achishish hamda tez qatnash muammolaridan xalos etadi. Erkaklik quvvati va energiyasini oshirishga ko'maklashadi. Sifatli va hamyonbop vulkan mahsulotini hoziroq maxsus chegirma narxida xarid qiling. Vulkan salomatligingiz qo'riqchisi. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan ochiq, ayrim vaqtlarda biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Kechasi havo 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Kunduz esa harorat 35-40 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Ayrim cho'l hududlarda issiqlik yanada kuchliroq sezilishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham 27, 28 hamda 29 avgust kunlari asosan ochiq va quruq ob-havo saqlanadi. Yog'ingarchilik ehtimoli juda ham past. Shamol sharqiy yo'nalishda sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda kuchayishi va chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Tungi harorat 20-25 daraja, kunduzgi harorat esa 36-41 daraja atrofida issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro hududida 29 avgust kuni issiqlik darajasi 38-41 darajagacha yetishi mumkin. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida havo asosan ochiq va quyoshli bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Ayrim joylarda 7-12 metr tezlikda esishi mumkin. Kechasi harorat 18-23 daraja, kunduzlari esa 34-38 daraja atrofida bo'ladi. Toshkentda 27-28 avgust kunlari kunduzgi harorat 35-37 daraja, 29 avgustda esa 35-38 daraja atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Samarqandda ham asosan quyoshli havo saqlanib, kunduzgi harorat 34-37 daraja, tungi harorat esa 18-22 daraja oralig'ida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo yanada kuchli bo'ladi. Osmon asosan ochiq, yog'ingarchilik ehtimoli juda ham past. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Kechasi 20-27 daraja, kunduzi Qashqadaryoda 39-43 daraja jazirama issiq. Surxondaryoda esa 40-44 daraja jazirama issiq bo'lishi prognoz qilinmoqda. Qarshida 29 avgust kuni harorat 39-40 daraja atrofida bo'lishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham havo asosan ochiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharq va shimoliy sharqdan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Tungi harorat 19-24 daraja, kunduzi Andijon va Namanganda 35-40 daraja, Farg'onada esa 33-38 daraja atrofida bo'lishi mumkin. Andijonda 29 avgust kuni kunduzgi harorat 37-39 darajaga yetishi ehtimoli bor. Respublikaning tog'li hududlarida tekisliklarga nisbatan salqinroq ob-havo saqlanadi. Havo qisman bulutli bo'lishi mumkin, ammo yog'ingarchilik ehtimoli past. Kechasi harorat 12-18 daraja, kunduz esa 24-31 daraja oralig'ida bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, ob-havo haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videomizni like bilan qo'llab-quvvatlang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.